Va alaykum assalom. Qani. Marhamat. Assalomu alaykum muhtaramlar. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Didor g'animat. Bugun biz chiroyli bir hikoyani sizlarga so'zlab berish uchun bu go'zal oqshomda mana bu yerda didorlashib o'tiribmiz. Aslida bu chiroyli hikoyani bir shoir gulzorlig'imizdagi bulbullarga, kecha osmonidagi nurliq cho'lpon yulduzlarga so'zlab bergan ekan. Bugun ustozim ikkimiz shu chiroyli hikoyani sizlarga so'zlab beraylik deb sahnaga chiqdik. Xo'sh, hurmatli aziz tomoshabinlarimiz, nazaringlarni bu yoqqa og'dirsanglar, sahnamizda shoir qalbidagi chiroyli hikoyani ting'igan xush navo kuychilarimiz, o'tliq cho'lponlarimiz har qaysingizlarga salom bejo keltirish uchun taqozolik bilan kutib turmoqda. Qani, marhamat. Halkımızın san'at gulzorlig'ida gul bo'lib ochilgan farzandlarning, o't yurak cho'lponlarimizning mundaq bir yerga yig'ilishi ajoyib katta ish bo'ldi. Bir-biriga o'xshib ketadigan hikoyani nurg'un odamlar anglab boqqan. Biz bugun sizlar anglab boqmagan yangi ham to'liq chiroyli bir hikoyani so'zlab beramiz. Bir hurmat sahibi bu chiroyli hikoyani ko'nglidek oppoq qog'ozga qo'ndirib bizga salom xat yozib kelgan edi. Men davatkan bu hürmet sahibi bir şair. Xalqini qadrlagan, qalamini qadrlagan, hammamiz qalbidagi qadrli bir inson. Endi biz bag'rimizni keng ochib, do'stimiz, qadrli shoirimiz Muxtar Bug'ra apandini sahnamizga taklif etamiz. Marhamat. Esselamu aleyküm. Ateş tınıklar esselam. El suyidi yayrıgan oynak bılıklar esselam. Turnalar katar katar. Ussa inaklık dep bilin. Bir tilek, koşmak yürek. Redlik tızıklar esselam. Esselamu aleyküm ateş kılıklar esselam. Ezide yayrılan oynak biliklar esselam. Tırnalar katar katar ıssa inaklik dep bilin. Bir tilek koşmak yürek redlik tızıklar esselam. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Bir tilek koşmak yürek redlik tızıklar esselam. Esselamu aleyküm, esselamu aleyküm. Bir tilek koşmak yürek redlik tızıklar esselam. Kendi can akılgı ruh bergen ulug' ecdat baba. Biz üçün qaymaq sütü, çeyi qınıqlar esselam. Çölde karvallar büyük, teşnağı su sunğan aziz. İli tarım tumuri, tutaş eriqlar esselam. Vesli yok, misalı yok, məqsəd nişansız bendinin. Muddaası menzili, ruşen eniqlar esselam. Kendi can akılgı ruh bergen ulug' ecdat baba. Biz üçün qaymaq sütü çeyi qınıqlar esselam. Çölde karvanlar büyük teşnağı su sunğan aziz. İli tarım tumuri
iniqlar Esselam Vasli yok visali yok Maqsad nişansız bendeler Müdaasi menzili roşen iniqlar Esselam Esselamu aleykum Esselamu aleykum Müdaasi menzili roşen iniqlar Esselam Esselamu aleykum Esselamu aleykum Müdaasi menzili roşen iniqlar Esselam Müdaasi menzili roşen iniqlar Esselam Şair dehqon ajriga hashqalli deb bizning pulimiz degimiz bor. Lekin qandoq deyishni uqmayotgan yiqishliq bayonlarni xotirasiga yozdi. Bu yiqishliq bayonlar o'z navbatida sahnamizdan xalqib jiroq qirlarga, etis bo'ylarga chiqarilib, dehqon odamning hardog'ini chiqaradigan, hammaylarning ko'nglini ovundiradigan chiroyli hikoyaga aylandi. Hay aziz muhtaramlar, shoirning chiroyli hikoyasi bugun yoshlarimizning shu jafokash dehqon otlarimizga yo'llagan salmi bilan boshlanadi. Çok sorsan soğuktu gülhan yandırar Çok birer çok sorsan soğuktu gülhan yandırar Çankılanda su birer teşnalıkını kandırar Dehqon ulug', dehqon ulug', dehqon yo'li halol yurib Qirq odamga voy huzur bir dona dehqon qo'g'ini ming jamoatga yetar Konur peşkan aknini Dehqon ulug', dehqon ulug', dehqon yo'li halol yurib Ak yol tilep dua verir Dehqon ulug', dehqon ulug', dehqon yo'li halol yurib
Şair bala vaqtlarda cho'chak, rivoyat anglashni yaxshi ko'rdi ekan. Al-qissa burunqi zamonda da boshlangan rivoyatlar uni uchar gilamga o'ltirg'izib, olamni aylantirib chiqar ekan. Şair balılık vaqtidan başlap anlagan şu qissalarni, hayat hikmetlerini mana bugün qayt ratlab bizning huzurimizga ajoyib chiroyli hikoyadan birini sundi. Endi biz bu chiroyli hikoyaning chiroyli joylarini qerindishimiz, arzuli qizimiz Sanulbar Tursundan anglaymiz. Küçük çağlarımda rahmetlik dadam bilen apamның moң düşüp olturup bir-biriga hay bu jahondan hayron qag'ıchiligi yo'qkan degan gaplari quloqimga singib qolgan. Mana bu kunlarda shu gaplarning ma'nosini endi tushunib yetib oltiribdik. Tövende şair Muxtar Bug'roning hayron bo'lma degan tekstiga ishlagan naqshamni huzuringizga taqdim etaman. Hayran bulma hemmigen hayran Ünüp kalar çöldümü reyhan Hayran bulma hemmigen hayran Ünüp kalar çöldümü reyhan Kar leylisi bakkı ünleydi Gülzarlıkta gülmü perişan Gülzarlıkta gülmü perişan Kar leylisi bakkı ünleydi Gülzarlıkta gülmü perişan Gülzarlıkta gülmü perişan Hayran, hayran, bulup hayran Jürme, jürme hemmigen Ömrüm hoş öter Yetsem senin kadrige Ömrüm hoş öter Yetsem senin kadrige Kadırılsan özenli özen Aman ıssık taqdirinin levi Kadırılsan özenli özen Aman ıssık taqdirinin levi Bezleşke künme Ay aşık köngül Dilim nijisun imanım nurin Bezleşke künler Ay aşık köngül Dilim nijisun imanım nurin Hayran, hayran Bulup hayran Jürme hemmigen
ömrüm hoş öter Yetsem özümün kadriga Hayran, hayran bulup hayran Jürme, jürme hemmiga Ömrüm, ömrüm hoş öter Yetsem özümün kadriga Yetsem özümün kadriga Rivayet köp şarıqda Künge yıqin xalqda Bar çıraylı hikaye Yaylaqdaki Yaylaqdaki qalbda Rivayet köp şarıqda Künge yıqin xalqda Künge yıqin xalqda Bar çıraylı hikaye Yaylaqdaki qalbda Bar çıraylı hikaye Yaylaqdaki qalbda En dastlabki hikaye Şarq yoqdan yaralgan Qadim to'ra qo'shig'i Ana tilda taralgan Qadim to'ra qo'shig'i Ana tilda taralgan Chiroyli bir hikoya emas bir u kinoya Fojiadur fojia Qural bo'lsa sapoya Fojiadur fojia Qural bo'lsa sapoya
gece başlandı. Ana yerinin tolgı neçe katlandı. Rivayet küp şarıqda kunga yaqin xalqda kunga yaqin xalqda bor chiroyli hikoya yayloq tekkan qalbda bor chiroyli hikoya yayloq tekkan qalbda chiroyli hikoya emas bir u kinoya Faciadır facia Kural bulsa sapaya Faciadır facia Kural bulsa sapaya Çıraylık bir hikaye Assalomu alaykum aziz xalqimiz. Assalomu alaykum muborak qadamlar. Her gün içinlar seni Uygur oğlu oğlanı Her gün içinlar seni Uygur oğlu oğlanı Gözge yılmaz kaderini Uygur oğlu oğlanı kaderini Uygur oğlu oğlanı Uygur oğlu oğlanı
Mekkem bağlar kemerini, Uygur oğli oğlani. Mekkem bağlar kemerini, Uygur oğli oğlani. Uygur oğli oğlani. Şemşer niye Uygur oğlu oğlani. Tavlar canda şemşer niye Uygur oğlu oğlani. Mengi sulmaz gurur, yer bilmesek bilur. Mengi sulmaz gurur, yer bilmesek bilur. Akbu güle kan terdi, Uygur oğlu oğlani. Akbu güle kan terdi, Uygur oğlu oğlani. Uygur oğlu oğlani. Rahmet. Rahmet. Qalbim to'lar naqshiygan, sen yenimdan o'tgandan, naqshim qallar sarg'ayib, yiroqlarga ketgandan. Ko'zlarimni sezlasa, soat to'xtab qoladi. Qalbimizni jimjitlik o'z ilkiga oladi. Ko'zlarimni sezlasa, soat to'xtab
ketganda qoldi edim xo'sh dedim o'tib ketdi jon-jondan necha asr o'tdi u bizga qolgan imkondir Ustazım, hayatning rangi qandaq bo'ladi? Shoir hayotning rangini har xil qiyoslarda yozib baqqan. Hayot xuddi shoir xiyol qilgandek gohi rangdor, gohida tun kechadek jimjit, gohida shavqinliq sahardek o'yg'oq bo'ladi. Shundaq. Shoir hayotning o'yg'oqligini har vaqt asga silib turadi. Chunki u yozgan shu chiroyli hikoyada yurakning tevishi bor, yo'pirmoqlarning pichirlishi bor, suvlarning shildirlishi bor, tog'larning hayoti bor. Quloq soling. Chiroyli hikoyamiz boshlandi. Canım canıma tatlılıktın hayattayım şirin canım canıma tatlılıktın hayattayım şirin canım canıma Hakkırıkır sen bulsan şirin canım canıma men tüymen ferhatayım şirin canım canıma men tüymen ferhatayım şirin canım canıma canım canıma Bilgin iğir tüneşin Şirin canım canıma Bilgin iğir tüneşin Şirin canım canıma Ece tatlık dek tatlıyım Şirin canım canıma Gerdi gidin bir teşin Şirin canım canıma Yerdi gidin bir teşin Şirin canım canıma Kuma gözüm kuma canım canıma Çıkardı
canım canıma Adem bilen Evva deyip Şirin canım canıma Bizge kalgan bu küye Şirin canım canıma Adem bilen Evva deyip Şirin canım canıma Adem bilen Evva deyip Şirin canım canıma Şirin canım canıma Rahmet. Başqalar shoirdan farzanding qani deb so'ragan ekan, shoir farzandlari bilan she'rlarni ko'z tutdi. Shundaq, bizning bugun sizlarga aytib berayotgan chiroyli hikoyamizda shoirning turmushdagi qanoti, hayotdagi hamrohi, boyligi bo'lgan o'g'liningmi nasibasi bor. Shu tapda shoirning o'g'li Xilil Bug'ra shoirning bugungi chiroyli hikoyasiga hamdam bo'g'ili Cho'lpon usul tarbiyalash markaziga do'stlari bilan birga keldi. Xo'sh, bu umoq o'g'limizni hammamiz sahnamizga taklif etamiz. Qani, marhamat. Meçhumile bala tapmayman dinim Söreyme örleymen urguydu qinim
san'atkorga shoir toj bersa, ijodiyatchilar nur beradi. Bizning aramizda xalqimiz to'xtkor san'atkor deb nom bergan bir qarindishimiz bor. Navbatda shu suyimlik qarindishimiz shoir yozgan chiroyli hikoyaning davomini aytib beradi. Tilak izhor bo'lsin, har bir kunim bahor bo'lsin. Yaxshi tilak izhor bo'lsin, har bir kunim bahor bo'lsin. Yaxshilarga ko'p bilar sal, vafo axloq tumor bo'lsin. Yaxshilarga ko'p bilar sal, vafo axloq tumor bo'lsin. Ona arzusi shu o'g'lon, gullar intizor bo'lsin. Köksün kengri cheksiz, lekin qaddim chinar bo'lsin. Bir tozimga, mumtozimga, living renging onar bo'lsin. Bir tozimga, mumtozimga, living renging onar bo'lsin. Ona arzusi şu oğlan, güller intizar bulsun. Unutmaz zatını, yolun aklalı zar bulsun. Ona arzusi şu oğlan, güller intizar bulsun. Unutmaz zatını, yolun aklalı zar bulsun. Unutmaz zatını, yolun aklalı zar bulsun. Farzandini so'ygan dada mehribon dada bo'lsa, farzandi so'ygan dada baxti bor, ta'laylik dada. Chunki odamzod uchun suyish ham suyulish hayotdagi eng cho'ng nasiba, katta ne'mat. Shundaq, shoir o'zining hayotida suyish ham suyulishga tang erishib keldi. Her bir gündeki tang saharda sağ salamet o'rnidan turib, chiroyli quyoshga baqalig'iga ko'p shukrlar aytdi. Hem atisi uchun o'ylanib, atimizning xo'jayinlari bo'lgan bolalarimiz uchun texmi chiroyli hikoyalarni yozdi. Endi shoir yozgan shu chiroyli hikoyalarning davomini qarindishimiz Ablajon Avut Ayub davom etadi.
Güneşdek mangıydı, qar üstüde qardek kız. Yalğız şaxdan sayraydı, qar üstüde tardek kız. Qar leysi qar melike, belkim Uyghur perişte. Giler atlık şahzade, mahbi iğrevişte. Vakiler yiraktı, qar düvisi yaki beden. Aktoşkan hep şu zaman, ok üzer ok yapıver. Kızdın Ahmet kaçar, oktal yüreğe batar şahzade. Düşeymanğa kalar. Melikini yügeşke, appak kigiz tapar andın. Serengini yakar. Melike, qar üstüde yardar kız. Qan çiçilar, odun qatqan şahzade. Go'yan o'rdek idilar, urar melikini şahzade. Qardek appak kigizga şu an, lekin turib qaldi danqidib. Kigizdi muqisil qar, qar qismisiz yatar. Yigit dardga batar yashtiri, qar bo'lib yog'ar. Qizni bag'ri g'am basar, tog'lar cho'qqan salar qardala. Qan bo'lib aqar. Melike, Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, sevimli tomoshabinlar.
Muhterem ustozlar. Yaxshimizlar ekan, shikanglar xayrlik bo'lsin. Qadrdonlar marhaba, rahmat. Sevimli shoirimiz, qimmatli ustoz Muxtar Bug'ra efendimning ijodiyat to'y marasiga muborak bo'lsin. O'sha so'rinda har biringlar bilan didorlashganimdan intayin xush bo'ldim. Hammalarga salomatlik bo'lsin. Rahmat, ko'p tashakkur. Gullaringlar uchun, olqishlaringlar uchun ko'p tashakkur. Necha qitimlab ta'zim, rahmat. Rahmat. Yana sevimli qiymatlarimiz uchun, hammalar uchun yana muhtaram shoirimizning durdonlaridan bo'lgan tuvandagi Atlas Ko'ynak nomli go'zal melodiyamiz huzuringlarda bo'lsin. Marhamat, huzurlarga sizlar. Çıksan atlas ko'ynak, ko'z oldimda minglab chechak. Çıksan atlas ko'ynak, ko'z oldimda minglab chechak. Kaydirganda aziz anam, kaydirganda aziz anam, ijmelikda to'qib chechak. Kaydirganda aziz anam, kaydirganda aziz anam, ijmelikda to'qib chechak. Qara cheching qara o'tdak, tutsam qo'lim kul bo'ladi. Qara cheching qara o'tdak, tutsam qo'lim kul bo'ladi. So'ysam bilan g'uzisidek, nozik tening gul bo'ladi. So'ysam bilan g'uzisidek, so'ysam bilan g'uzisidek, nozik tening gul bo'ladi. So'ysam bilan g'uzisidek, so'ysam bilan g'uzisidek, nozik tening gul bo'ladi. Sen öz uçağına Hasan sen gücümeni Hasan sen gücümeni Kiyip sen öz uçağına Kiyip sen öz uçağına Shoirning hayot xotirlarida aslimalari intayin ko'p. Shu aslimalar ichida uning ustozlaridan anglagan bir hikoyasi, uning hozirgacha yodlaydigan, qadrlaydigan asligi bo'lib qolgan. Bu aslik mundaq boshlanadi. O'tgan shu zamonda bir kishi bo'lgan ekan. Bu kishi yo'l yurganda hech kimni ko'ziga ilmay, salomga javob qaytarmay yo'l yuradi ekan. Bir kuni u ketib o'tib bir toshga tutilishib qattiq shiqilibdi. Shu chaqning o'zida toshga zuvan kirib, "Ey inson bolasi, meni ko'zga ilmay mangan eding, shuning bilan yer tishlading" debdi. Ustozlardan ko'p anglagan mushundaq hikmatlar turtkisida shoir insonga do'ra malham bo'ladigan, insoniy fazilat ta'kidlanadigan Qur'onni
yezib kelyapti. Shundaq. Mana mushuningga o'xshash hayot hikmatlarini o'zi yozgan hikoyaning qurlariga singdirib mengyapti. Shunga shoir yozgan chiroyli hikoyalar yurtimizdan xalqib, chegara atlab, chet davlatlardagi qarindoshlarimizning ussigan yeriga beryapti. Endi biz sahnamizga shoirning do'sti, yurtimizga chegara atlab kelgan aziz mehmon, qarindishimiz Qozog'iston Uyg'ur teatrining to'xtikor naqshchisi Nur Olim Varisovni taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Qozog'iston diyori Cumhuriyetlik Uyg'ur Muzika Komite teatridan yalqinliq salam. Bugün shoir Hacım Muxtar Bug'raning ijodiy kechiga qatnashayotgan nihoyat xursandman. Chunki bugün şu shoir Muxtar Bug'ra bilan Dilshod Anvar o'g'li Avmusalim o'g'lining ijodidagi oxirgi qarnaqsini sizlarga taqdim qilish olib turaman. Albatta bu ikki mamlakatning do'stligining ifodasi. So'zimning oxirida Muxtar Bug'ra shoirimizga yana ijodiy utuqlar, sog'lom salomatlik tilab naqshamni boshlamoqchiman. Bir kar yığıp bulumda Tamçe bulup düştü yolumda Ahir kar yığıp bulumda Tamçe bulup düştü yoluma Ne haber versin o bizge Kolunu ver sık kolumga Ne haber versin o bizge kolumga Ahir kar göz yeşi belki Kıyas kılsın yüz içe her kim Ahir kar göz yeşi belki Kıyas kılsın yüz içe her kim Yemin demem sorsan günlük Amçe üter yüzüdün tümtük Yemin demem sorsan günlük Amçe üter yüzüdün tümtük
emezsen en ahir kıyar. Ahir kar, ey ahir kar, sen emezsen en ahir kıyar. Ketkincinin bağrında yerip, şıkkının mu bir şadlığı var. Ketkincinin bağrımda yerip, şıkkının mu bir şadlığı var. Ketkincinin bağrında erip, şıgının mu bir şadlığı var. Gülgende seni görermen, bullaklar gibi yaşlar tükermen. Gözlerimde kan yürü, yüreğimde kan, zerdap yütermen, ay kılgan çekermen. Zerdap yütermen can, hasret çekermen. Küylep dilimden can, şiir pütermen. Yo'qolgan baxil Navro'z qo'ynida, bahor qadriga jon, shunga yetarman. Muzlimas iken qishdim udlar, buloq ko'zingga jon, chunqur cho'karman. Bahor qadriga shunga yetarman. Ey bahor qizi seni kutarman. Bahor qadriga shunga yetarman. Ey Navruz qizi seni kutarman.
Xo'sh, sahnimizda bizni qadrlab kelgan, biz qadrlab alohida taklif etgan aziz mehmon O'zbekiston san'at to'xtikori Ahror Osmonov. Marhamat. Assalomu alaykum. Do'stlar, ana shu fayzli dargohga Muxtor Hoji akamizni hurmat qilib kelgan aziz Muxtor Hoji akamizni do'stlari, muxlislari, qolaversa chiroyli qo'shiqlar eshitib maza qilib ketaman degan qo'shiqsevar aziz bebaho muxlislar, xush kelibsizlar. Biz ham O'zbekiston nomidan sizlarga alangali salom olib keldik. San'atkorlari nomidan, san'atsevar insonlar nomidan bizning niyatimiz bugungi kechani chiroyli uyushtirgan, sababkori bo'lgan Hoji akamiz yuzga kirsinlar. Qolaversa shu yurtni san'atkorlari sog' salomat bo'lsin. Shu san'atkorlarni qadrlagan xalq sog' salomat bo'lsin. Rahmat. Men bundan 10 yil oldin uyimda o'zim ishimni bajarib turgan paytimda eshigim taqilladi. Chiqib qarasam, 2-3 muxlislarimiz. Aka, biz Urumchiga bordik, kaset olib keldik. Uyg'ur qo'shiqlaridan. Deyishdi, shu bilan hali kasetani olib eshitdim. Eshitib shunaqa maza qildim. Bilasizmi kim aytgan u kasetada? Umarjon Olim degan yigitni kasetasini olib kelishgan ekan. Keyin haligi biri-biridan go'zal qo'shiqlar, naqshlar hammasini tarjima qilib aytish istagim bo'ldi. Shulardan bittasini sizlarga olib keldim. Avliyo deb chog'laysan do'stim o'zingni. Faqat narsa borki, bundan keyingi meni Allohdan so'ragan niyatim Hoji akamni kitoblaridan yangi va aytilib bu san'atkorlar aytgan, aytmagan she'rlarini o'zbekchaga tarjima qilib, qo'limdan kelgancha keyingi yubileylarda kelib aytib berishga harakat qilaman. Va boshqa yaxshi kunlarda nasib qilib qolsa agar kelib o'sha kitoblardagi she'rlarni qo'shiq qilib aytishga harakat qilaman va san'atkor meni hamkasblariga men shu she'rlardan beramanki, bular ham chiroyli qo'shiq qilib Uyg'ur yo'lida yoki o'zbek yo'lida aytishlarini nasib qilsin inshaalloh. Hozir esa sizlar uchun avliyodek chog'laysan do'stim o'zingni degan qo'shiqni aytib beraman. Marhamat. Avliyodek chog'laysan do'stim o'zingni, boshqalarga sanchiysan nashtar so'zingni. Avliyodek chog'laysan do'stim o'zingni,
boshqalarga sanchiysan nashtar so'zingni maqtay desam azobli dilim kuydi maqtamayman hech qachon tilim kuydi maqtay desam azobli dilim kuydi maqtamayman hech qachon tilim kuydi voy 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 cilvegar dostum voy 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 hilegar dostum oldida tulkiday qilasan sukut ammo cho'ja oldida bo'lasan burgut sher oldida tulkiday qilasan sukut ammo cho'ja oldida bo'lasan burgut shivin qo'nsag'im shiysan kaltakdek sajim shundaylardan bizlarni saqla Allohim shivin qo'nsag'im shiysan kaltakdek sajim Shundaylardan bizlarni saqla Allohim voy 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 avliyo do'stim voy 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 alvido do'stim voy 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 evliya dostum vay 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 elveda dostum elveda dostum elveda dostum rahmat 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 man judayam baxtiyorman man judayam xursandman sizlar bilan ko'rishganimdan endigi qo'shig'im Fozil qori Yosin o'g'li yozgan she'rga Abdusalom aka Soliyev ya'ni Fozil qori Yosin o'g'li Uyg'ur shoiri, mutafakkiri bo'lsalar, Alloh rahmat qilsin joylariga. Abdusalom Soliyev o'zbek hofizi, bastakori. Shu do'stlik hech qachon yo'qolmasin. Ikki ko'z ko'r bo'lsa bo'lsin, qalb ko'zi hech ko'r bo'lmasin. Qo'ysam bo'laveradimi?
ko'z ko'r bo'lsa bo'lsin, qalb ko'zing ko'r bo'lmasin. İki ko'z ko'r bo'lsa bo'lsin, qalb ko'zing ko'r bo'lmasin. Tilda boling bo'lmasa ham, tilda zahring bo'lmasin. Ko'zda nuqson bo'lsa aytmas, ko'z hayasiz bo'lmasin. Mal mulk yo'q bo'lsa bo'lsin, tanda darding bo'lmasin. Mal mulk yo'q bo'lsa bo'lsin, tanda darding bo'lmasin. Yarsız otsa otsun ömrün, bir vefa yardan köre. Düşmenin dana bulsun, dostuna dandan köre. Közü tok miskin ganidir, köz aç boydan köre. Gevde kelte bulsa bulsun, aklı kelte bulmasın. Gevde kelte bulsa bulsun, aklı kelte bulmasın. Var bir külbe yakşı galvali kaşaneden. Buradan onun yakşırar minneti var ağaçtan. Yettiyat yettiyat degane yaxshi, oqibatsiz qarindoshdan. Yuzda dog'ing bo'lsa bo'lsin, dilda dog'ing bo'lmasin. Yuzda dog'ing bo'lsa bo'lsin, dilda dog'ing bo'lmasin.
dini var, gayriden fayda, dini yok, kafir zarar, evvelin kal, bulsa bulsin, ahirin harp olmasın, evvelin kal, bulsa bulsin, ahirin harp olmasın. Ki kız kör bulsa bulsun, kalp kızın kör bulmasın. Tilde bağlın bulmasa hem, tilde zahrin bulmasın. Mal mülk yok, bulsa bulsun, kendi derdin bulmasın. Evvelin kal, bulsa bulsun, ahirin harp olmasın. Yüzde dağın bulsa bulsun, dilde dağın bulmasın. Dilde dağın bulmasın, dilde dağın bulmasın. Rahmat. Ben bizga yordam berib chalishib yorgan sozandalarga bitta olqishinglarni. Rahmat. Shu gul olib kelganlarga ham rahmat. Gul olib kelmaganlarga ham rahmat. Sog' bo'lsanglar bo'ldi, omon bo'lsanglar bo'ldi. Rahmat. Assalamu alaykum qarindoshlarım. Nuruz ayyaminglarga muborak bo'lsin. Yeni yeşillarga, yeni qadrimlarga gulchiman tilayman. Bugun bizga tikilib turgan aziz xalqimizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Rahmat. Men ko'nglimdan anlagan bundaq bir rivoyatni deb bergim kelyapti. Kimida ikki narsa kam ekan. Biri Chashqon, biri Qo'ng'izxon. Keyin Chashqon paydo bo'libdi. Kiyimini tiyishibdi. Kiyime ko'mtirilish xavfiga duch kelibdi. Xaloyiqlar tushkun topolmabdi. Nuh alayhissalom qaysi jonivor mush tushkuni essa, men har qanday talabini urulayman debdi. Yılan men urulayman deb chiqibdi. Talabing nima deb so'rabdi. Men eng tatliq et, ya'ni go'shtni talab qilaman debdi. Nuh pashini eng tatliq etni tepishga buyuribdi. Kech o'pdi. Pash qaytib kelmabdi. Shuning bilan Nuh alayhissalom qalg'ashni buyuribdi. Qalg'ach yerim yo'lda pash bilan uchrashibdi. Nima uchun kechikib qolding deb so'rabdi. Paşa, men yer yuzida aylanib odamzot itidan tatliq narsani ko'rmadim debdi. Qalg'ach pashining tilingni chiqarib boq debdi. Tilini chiqargan vaqtida tumishqi bilan tilini cho'qibdi. Shuning bilan ikkisi Nuh alayhissalomning oldiga kelibdi. Nuh so'rabdi. Nimaning tini qani ham tatliq ekan deb so'rasa, pasha ochiq g'ingshibdi. Qalg'ash debdi. Surpaqaning tini eng tatliq ekan debdi. Shuningdan itiboran yılanning rizqi qurpaqa bo'libdi. Shundan keyin qalg'ashning mush yaxshiligi uchun odamzat bolalari qalg'ashni ulug'laydigan bo'ldi. Mening o'qib bermoqchi bo'lgan she'rim chiroylik, yaxshilik. Rivoyatni tug'ar rivoyat.
muhabbatni tug'ar muhabbat. Yaxshilikda bar gulning uzlig'i dil xonasida saqlanar abad. Qoshtechi degan pagada turar, to'rda hargiz turmaydi tova. Qalğaçqa pişayvan qəhriga yasaymiz uva. Uvusumu bir kimlərga bularmış dava. Paşini yuqtar tilini çuqub, niyet pakiz məqsidi ruşən əməsdir quva. Quşlar sayrar qalğaçni əgib, quşlar tilida mədihə duva. Yaxşılıq aman, aman ətiva. Sadiqi yardan bir düvü qaman. Səmimə birilsə abbaq, abbaq nan. Əksçi bolsa gızayi şeytan. Adəm yaxşılıq qılğıcı həm qılınğıcı. Görünməz tıqbirli bağrı tilınğıcı. Şunlaşqa qeni tatlıq həm ceni tatlıq. Adəm balısı qalğaç royini. Nəsildən nəsil qıldırsı davam. Yaxşılıq yolu bolsıla dağdam. Taz altın tağaqni itelmez damdam. Kalamdı bar hem kallamdı bar. Kişilerge birilgen nersinin yaxşısı çıraylık xuluqtur. Onunla birilgen nerslerinin yamını bolsa, görünüş çıraylık bolsa mı, kalbide yamallık barlarıdır. Min adem arasında mındek yaxşı bar. Uygur xalq arasında mındak naqşı bar. Qalğaç qar bulur, kanıtı alı bulur. Yamanlıqni görgende iş bağrı yarı bulur. Kol kolunu yusa, kol gelip yüzünü yuydu. Yaxşılıqның bar süyüntisi. Tünügüm mu, bügüm mu, eti mu, köktü mu, yerdi mu, gördü mu? Rahmet. Rahmet. Bu to'yni xalqimiz kutbadi. Muborak bo'lsin. Albatta xalqiga mehr muhabbatini sungan kishilarga xalq hassilab mehr muhabbat qaytirdi. Navbatda shoirni izchil qo'llab kelayotgan, shoirni hurmatlab kelayotgan bizning o'zimizning milliy korxonalarimizdagi suyimli qarindoshlarimiz shoirga o'zining ko'nglini sunudi. Ular bo'lsa-mu Ürümçi Dehqon Savdo Cheklik şirkatidagi Elijon apandim, Şinjan Baş Agim kiyim-kechak loyihalash tikish korxonasining direktorlaridan Litip apandim, Buvajar xonim. Qani, marhamat. Mana bu chiroyli singilimiz Misranim to'ridan kelibdi. Misranim to'ridagi barliq qarindoshlarimizga vakolatan bu chiroyli maybo'yoq rasmni shoirga hadiya qilmoqchi ekan. Qani, qabul qiling. Men bugun Misranim to'riga vakolatan, Misranim to'ridagi barliq aziz qarindoshlar vakolatan oddiy bir sovg'atni olib chiqdim. Ustozimizning qabul qilishini chinki undan umid qilaman. Rahmat tomoshabinlarga. Rahmat singlim. Muxtarka, bugun gullarni xalqimiz sizga sundi. To'nnimi aziz xalqimiz sizga kiydirdi. Albatta bizning mazraq ko'nglimiz bor. Bu isil kitoblarni Şinjan televiziya stansiyasi axborot universal kanali, ya'ni 2-kanaldagi barliq xizmatchi xodimlar sizning teningizning salomat bo'lishini tilab, ham bundan keyin xalqimizga texim zo'r ma'naviy zavqlarni ato qilishingizni umid qilib, texim zo'r chiroyli hikoyalarni bizga ta'min etishingizni umid qilib sundi. Faxrlangaysiz. Oğlumu takdim qilaman. Muborak bo'lsin.
bir dap erziydi Çankıyğanda Tomuzda Sarang doğap erziydi Ata ölse asmamı Küsse kulağım erziydi Ata ölse asmamı Küsse kulağım erziydi Perzentlerge aniyenim Aciz tinimin kurban Sunsa bala aniyeğa Bir zık kavab erziydu Dünya aldı da okucunda bolsun o diyen hitap erziydi Çalak çalar şamaldan Kelse kelmez yopurma Ozuq bersen yıltizdek Pinhan salap erziydi Pinhan salap erziydi Rahmet. Bu Lilla şirketining mahsuloti ekan. Buni xalqimiz mo yoqtirdi, ham men mi yoqtirib davomli iste'mol qilaman. Rahmat tomoshabinlar. Rivoyat ko'p sharqda kunga yaqin xalqda kunga yaqin xalqda bor chiroyli hikoya yayloqda keng qalbda bor chiroyli hikoya yayloqda keng qalbda eng dastlab